Minecraft lekin biz mana shu qizil dumalog'ni ichida bir kun yashaymiz, ya'ni survival qilamiz. Biz bu yerda yashab qolishimiz kerak. O'zi kechib qoldi, ya'ni erta kech bo'lguncha bu yerda survival qilamiz. Qani unda bo'lsa biz boshladik. Do'stlar, ishimizni birinchi bo'lib o'zi kechib uxlab olaylik, keyin ertadan qilamiz. Qaranglar quyosh botishini. Qizil chizdan chiqib ketmasligimiz kerak, ehtiyot bo'lib o'ynang. Xullas, keyin uxladim. Xullas uxlab bo'lganimdan so'ng ishimizni daraxtdan boshlab olamiz. Qani unda biz boshladik. Do'stlar, men bu yerlarni tezlashtirib yubordim, chunki siz albatta zerikib qolmasligingiz uchun, chunki agar video cho'zilib ketsa, siz zerikib qolishingiz mumkin. Shuning uchun men sizga bu yerlarni qisqa aytib turaman. Xullas, daraxtga o'tirganimda oldimda cho'chqa chayib qoldi. Uni urganimda qochib ketdi. Keyin kallamga qo'ya keldi. Sabzi berib aldab urmoqchi edim va sabzini qo'limga olib uni chaqirdim. Keyin uni yana urgandim, yana qochib ketdi va uni aldashimni bilib qoldi. Keyin qaytib kelmadi. Undan keyin yana ishimni davom ettiray deb yana daraxt buzishda davom etdim. Daraxtlarni buzganimda menga daraxtlar berdi. Ularni ham ekib qo'yishim kerak, chunki o'sib chiqishi mumkin. Va daraxtlarni shu tariqa buzib bo'ldim. Keyin esa buzgan narsalarni olib chiqdim. Bu yerdan ekinlarni ham suqirib olay dedim. Pishib qolgan ekan chunki hammasi. Ekinlarni suqirib oldimda va yana ortiqchasini ekib qo'ydim. Va keyin yerni qozishni boshlasam dedim va oldin bu yerdagi taxtalarni ham olib olay dedim. Chunki taxtalar ham juda muhim bo'ladi do'stlar bizga. Chunki biz narsa yasashimiz uchun hali ko'p narsalar yo'q mana. Bitta verstak yasab olamiz. Narsa yasashimiz uchun bizga ko'p narsa yo'q. Shuning uchun bizga ko'p taxta kerak bo'ladi. Ammo bu yerda bir daraxt bor. Shuning uchun biz poliz ekinlarning yonidagi daraxtlarni ham kesib olishga qaror qildim. Avval o'zimga buzish uchun narsalar tayyorlab oldim. Birinchi bo'lib kerka tayyorladim. Keyin esa menga shu bolta kerak bo'ladi deb o'ylab bolta tayyorladim. Chunki lapatka ham kerak. Men lapatka bilan nima ham qilishim mumkin bu yerda. Va keyin bolta bilan poliz yonidagi o'tinlarni chopishni boshladim. Bu yerlarni chopishdim. O'zi menga juda ham qiyin emas, chunki atiga men bir kun bilgani hozir kech bo'lguncha, Minecraft vaqtida kech bo'lguncha bu yerda yashab qolsam bo'ldi. Men tirik yashab qolsam bo'ldi. Hech qanaqa missiya berilmagan. Olmos topish yoki boshqa missiyalar menga berilmagan. Shuning uchun men endi yer qozishni boshlashim kerak deb yerni qozishni boshlab yubordim. Do'stlar, bu taraflarni ham tezlashtirib yuboraman. Albatta, boya aytganimdek, siz zerikib qolmasligingiz uchun.
Do'stlar, shu taraqa yerdan deyarli hech narsa topa olmadik. Faqat tosh topdik. O'zi esa kech tushayotganida, shuning uchun men bu yerdan o'zimga kerakli narsalarni yasab, uy qurib olmoqchi edim. Oddiyroq bo'lsa ham, o'zim uyni dizayniga qarab qurib o'tirmayman. Prosta o'zim mana quyosh botyapti, hozir uy yasab qo'yishim kerak. Chunki hattomi shu 24 soat yashaganim uchun ham mana nimadir qilib ketishim kerak bu yerda. Shuning uchun bu yerda uy yasab ketaman. Uyni juda oddiy qilaman. Pastlarini toshli blok, ichini taxtali qilamiz. Xullas, shu tariqa do'stlar uylarni ham yasab olyapmiz. Faqatgina shu hech narsa topolmaganimiz yo'q bo'ldi. Almas va temirni topganimizda yaxshi bo'lardi. Mayli do'stlar, keyingi videolarda qanaqa videolar qilaylik, qanaqa challengelar, qanaqa serial deysizlar, qanaqa xullas nima qilaylik keyingi videolarda kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoga like bosmagan neger, komment yozmagan esa oppoq. Siz qaysi birisiz, negermisiz yoki oppoq? Kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosing. Xullas do'stlar, menga patishga qo'yinglar, juda ham xursand bo'lardim. O'zi kech bo'layotganida o'zi challenge tugadi hisob, prosta meni uy qurib qo'yay dedim. Bu challenge bajardim. Challenge bajarganim uchun videoga albatta like bosib, kanalimga obuna qo'yinglar. Sizlar ham challenge yozib qoldingizlar, zo'r bo'lardi, lekin do'stlar shu tariqa qo'yib chiqdim, uyni tovoni qilib chiqdim. Do'stlar, bloklar tugab qoldi, to'g'risi taxtali bloklar qilmoqchi deb o'zi bu yerlarda bu taxtali blok tugab qoldi. Keyin qarasam albatta zombicha kelyapti ekan. U tayyor bitta odam o'ldi. Odam deb astag'firulloh. Tayyor bitta zombi o'ldiraman dedim-da. Va zombini boshiga bolta bilan urmoqchi edim, lekin qilich bilan uraman dedim-da. Qilich bilan tars urdim. Bechora o'lib ketdi va tomini tez yopishga harakat qildim. Tomini yopishga bu blok ketmay qoldi va yana biri toshli blok bilan yopib yubordim. Meni bilasizlar, pastga tushmay qoldim, bitta sakradim, tushib ketdik. Va mana bu toshli blokni ham buzib olamiz. Ishga ham qo'yib bizga shart emas. Do'stlar, xullas tugadi. Bu zombi chaqiraylik qilishdi. Tars urib tashladim mana. Suvga tushib ketgandan foydalanib qilichimni urib tashladim keyin xullas. Bo'ldi, tamom do'stlar, nima ham deymiz? Men qo'ychi ham yeb qolgan, o'ldirmadim, hay. Xullas do'stlar, bizning bugungi videomiz tugadi. Videoga like bosinglar, kanalimga obuna qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Craft bo'ldi. Keyingi videolar nima haqida chiqsin? Bu arqamdan yana mas urg'imchak kelyapti. Agar urg'imchak meni ursa, like bosasizlar, zombi meni ursa, obuna bo'lasizlar. Xayr.